Ko'rib turibsizlar, bu yerda ham texnikalarimiz ko'p ekan. Pritsep deysizmi, texnika traktor deysizmi, shularni ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ko'rib turibsizlar, orqamizda ham texnikaga zapchastlarimiz ko'p akalar. Mendan ko'pchilik T40 ga vidishi so'raydi. Nafaqat T40 ga, texnikalarga ham ko'p zapcha so'raydi. Xuddi shu yertimizda ham texnikalarimizga zapchastlar ham bor. Ushbu ko'rib turgan T40 perdoga ham arzon narxda akamiz berib yuborishamiz obunachilarimizga deyapti. Bu videomizga bitta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, qiziqarli, yaxshi videolar sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi. Bugungi videomizda hammasini batafsil narx-navolar bilan tanishib chiqamiz akalar. Do'stlar, video davomida ko'rgan hamma texnikalarni narx-navolari bilan chiqarib boramiz. Bu yerda texnikalarimiz ancha arzon va ishga yaxshi texnikalarimiz ham juda ham ko'p ekan. Zapchastlarimiz ham ko'p ekan. Mendan juda ko'pchilik akalarimiz T40 ga vidishi so'raydi. T40 ga vidishlarimiz ham bor ekan. Traktorchi texnikada yurgan akalarimiz qizg'anchiq bo'lmaydi. Bitta like bosib, obuna bo'lib ketishadi. Sizlardan shuni so'rab qolamiz. Biz mehnatimiz uchun birdan like bosib ketasizlar. Texnika qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'ysizlar. Bugun biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga kelganmiz do'stlar. Shu yertimizda avzor qilib narx-navolar bilan chiqarib boramiz. Do'stlar, bir chekkadan hamma texnikani tushuntirib, narx-navolar bilan aytib o'tamiz. Birdan yanagina klassik muchasini bosib qo'yasizlar. Texnika qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Ushbu ko'rib turgan texnikalaring TTZ traktorimiz 18 million kam bor deyishyapti akamiz. Bemalol telefon qilib, savdosini qilib olaverasizlar. Shu texnikamiz. Radiatorlari zo'r ekan, motor. Bu yerda yana nimalar bor? Selka turibdi, T40 turibdi. T40 shunda ham sochish ekan, texnikamizni tiklab sochish ham imkoniyati bor ekan. Bu yerda ham kabina turibdi, TTZ kabinamiz. Bu yerda texnikaga zapchastlar. T40 mash holatda ham berishaverar ekan. Bu yerda selkamiz. Yumuziga, oldiga perdoklarimiz narxi 2 milliondan 2,5 milliongacha tanlab olish imkoniyati bor ekan. Bu 28 Zatmos korobka. Akamiz telefon nomerlari yozilgan. Bemalol telefon qilib so'rash imkoniyatlaring bor. Bu yerda baklarimiz bor ekan. 4 ta bak. Bumuz ham xuddi shu. 28 motorlarimiz bor ekan. Ichkarida ham, sikletlarda ham bor ekan. 28 motorimizni 4 milliondan 5 milliongacha tanlab olish imkoniyatlaring bor. Yuradi, hamma motorlarimiz yurar ekan. Ko'rib turibsizlar, motorlarimizdan yumuzi motor 5 millionga olish mumkin. Bu yerda pritsepga sillarimiz bor ekan, pritsepda bolalari ham bor ekan. Akamiz aytishdiki, bolalarimiz 600 mingdan o'sha narxini chiqarib beramiz, telefon qilsa deb aytishdi. Bu yerda ishlab turgan TTZimiz, ko'rib turibsizlar. Bu narxiga keladigan bo'lsak, 20 millionga beraveraman Qobiljon, siz obunachilaringizdan bo'lsa deb aytishdi akamiz. Qomadingizmi deyman, hozir ana bloger yigitlar kelgan ekanda Namangandan zapchastga. Bu yerdimizda ham texnikalarga derazalar, aynaklarimiz bor ekan. Bu yerda katta kabina uchun 28 da
eshik aynaklari bor ekan. Oqni qo'yaversan mahamajon. Ko'rib turgan TTZlaring, TTZ perdohlaringni 1,5 million so'mga beraverar ekan akamiz. Bu yerda endi ko'rib turibsizlar, meni ko'zimdan qochgan zapchastlarning narxini aytib keta olmayotgan bo'lsam, akamiz telefon nomerlari yozilgan. Telefon qilib so'rash olish imkoniyatlaring bor, so'rab olish imkoniyatlaring bor. Bu tomonimizda ichkarida skladda zapchastlar, faqat texnika bo'yicha zapchastlarimiz bor ekan akalar. Ko'rib turibsizlar, shu 28 motorimizni 4 milliondan 5 milliongacha tanlab olish imkoniyatlari bor. Bu yerda MTZ motorimiz, shu ko'rib turgan MTZ motorlaring 7 million kam bor ekan. Yo'qmay aka, qaynagan u. Bu 28 motorlarimiz ham xuddi shunday holatda. Bo'ldi. Uradiganlari bag'da bor ekan-a? Bo'ldi, hozir olib ketamiz aka. Ushbu sidinamiz ham juda ko'pchilik akalarimiz ham mendan so'raydi. Sidina deb so'rashardi. Mana bu yerda sidinamiz bor ekan. Bittini sidinasi, adashmasam. Bitsa. O bu yoqda prinsipimiz ham bor ekan. Shu ko'rib turgan motorlaring 28 motor. Eng ko'p so'ralayotgan savol 28 ga 40 ga vidishi so'rashayotgan akalarimiz ham juda ko'p edi. 28 ga moslab qo'yamiz deyishyapti. 8 million so'm kam bor. Mash holatida mana. Ishga tayyor holatda ekan. Bu MTZ traktoridan yechib olishgan ekan. O bu yoqda prinsipimiz ham bor ekan. Ko'rib turibsizlar. Shu bilan tanishamiz hozir. Prinsipimizni ko'rib chiqamiz. To'tala baloni ham yangi ekan, 100% holatda turibdi. Ushbu prinsipimiz narxiga keladigan bo'lsak, 25 million kam bor deb aytishyapti. Ramalarni sizlar bilan ko'ramiz. Ramalari ham yaxshi zo'r ekan. Tayyor, ishga tayyor holatda setkasi bilan prinsip turibdi mana akalar. Qiziqqanlar tez shoshilib telefon qilaverasizlar akamizga. Ichlari ham zo'r holatda turibdi. Setkalari ham hech qayt qiyshamagan. Zo'r holatda turibdi. Dishlarga keladigan bo'lsak, dishlari ham zo'r turibdi mana. Ko'rib turibsizlar. Prinsipimiz o'zimiz zavodskiy rangida turibdi, hali sachilmagan. So'llari yaqinlashtirib qo'yilgan endi mana. O'sha zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, o'shanday holatda turibdi. Prinsipimiz yaxshi ekan. Bu yurtimizda ham texnika zapchastlarimiz bor. Bu yerda insha respiratorlar, silindrlar, dozator, yumuziga kapot. O bosh birsan qilib hisob qo'ying. Anundan 40 lar bor, 40 so'm. Abid qo'ldizmak. Yumuziga perdoq so'rayotgan akalarimiz, bu yertimizda shu yerda perdoq bor ekan. Hozir bu yerda ikkita perdoq bor ekan. Bu perdoqlarimiz 4 ta bormi-ki? Narxini qancha deysiz aka? Obunachilarimizga sal yengilroq qilib aytasiz. Shu 2,5 million berishadi. 2,5 milliondan yo 2,5 million talab olish imkoniyati bor. Yaxshi aka, rahmat. Bu yerda ham texnikalarimiz bor. Sizlar bilan ko'ramiz.
T40. Nima deyam, yumuzi. Ko'rdilarimiz, ba'zan bo'lib eka narsalar. Prinsip so'rayotgan akalarimiz arzon yaxshisidan qo'yamiz, yaxshisidan chiqarib boramiz do'stlar. Shu ko'rib turgan prinsiplaringda 10 million so'm kam bor deb aytishyapti. Yaxshi ekan, risollari ham